Assalomu alaykum hammaga. Oldingi videoda sizlarga yo'ldan boshlanayotgan studiyamizni videolarini, ya'ni studiyamizni tanishtirib bergandim. Endi oradan bir necha kunlar o'tdi. Studiyamiz yanada yaxshiroq holatga kelyapti. Bugungi videoda aynan shu yaxshiroq holatga kelayotgan studiyamizni sizlarga obzor qilib, nimalar ishlatayotganimiz va qanaqa fonlar tayyorlayotganimizni imini ko'rsatib beraman. Bo'lmasa, o'tgan safargi tanishtirgan joylarimdan boshlab bu safar ham tanishtirib beraman. Kirish zona, akamning xonalari va studiya va boshqa joylar. Hop, birinchi bo'lmasa, kirish zonaga o'tsak. Kirish zonamizda hozir juda ham ko'p instrumentlar bor, ustalar ishlagan tufayli kirish zonamizda o'tgan safar aytganimdek, bu yerda reception o'tiradi. Receptionda, ya'ni bu yerda Netflix degan katta yozuv bo'ladi, zo'r premium kassadagi yozuv. Keyin bu yerda 3D paneldan receptionda stoli bo'ladi. Hop, bo'lmasa yoki bu yerga yana mobilograflar uchun ish joyi ham qilishimiz mumkin. Hop, bu yerda 3D panel yoki Attentoga o'xshagan joy bo'ladi. Bu yerda reklama videolari ham olishimiz mumkin, imini studiyada emas. Shuning uchun ham biz bu yerda Attento yoki 3D panel bilan yopmoqchimiz va bu yerda ko'rishinglar mumkin. O'zi 3D panel yopishtirib qo'ydik, ya'ni studiyanikidan ortgani ham mas'ul. Bu o'zi akam planlarida bor edi, shunaqa yopishtirish. Ajoyib 3D panel, juda ham o'ymakorlik bilan ishlangan. Hop, endi bo'lmasa biz ya'ni ishchilar zonasiga o'tamiz. İşçiler zonasida bu yerlarda razvedkalar bo'ladi, biz uchun kerak bo'ladigan va bu yerga 3D panel qo'yishdi. Bugun ustalar buni yopib qo'yishgan, chang yoki kir bo'lmasligi uchun bu ham iliqlik va kachество beradi, xonani iliqligini ochib beradi. O'tgan safar aytganimdek, bu safar lekin faqat o'zgarishlar ko'rsataman. O'tgan safar aytganimni aytmayman, bo'lmasa video juda ham cho'zilib ketar ekan. İşçiler o'tiradi bu tomonda, bu yerda to'sib qo'ymaslik uchun bu yerga ham yo'lak qilinadi. Hop, bo'lmasa aytgancha yangi eshiklarni ham o'rnatib ketishgan. O'tgan safargi eshiklar akamga biroz yoqmaganligi shu tufayli yangicha dizayndagi va yangicha rangdagi eshiklar ham o'rnatishgan bu yerga. Bo'lmasa akamning xonalariga kiradigan bo'lsak, akam xonalarida ham biroz mas'ul 50% o'zgarishlar bor, ko'rishinglar mumkin. Faqat e'tibor bermaysizlar, ustalar ishlayotgan tufayli kiyimlar bo'lishi mumkin. Hop, bu yerda ko'rib turibsizlar, chiroqlar bilan yoritiladigan toshli zona bo'ladi. Ajoyib manzara va premium kachество beradi. Shunchaki shakarli fon va odamlarga iliqlik beruvchi, kayfiyatni ko'taruvchi zona bo'ladi va akamning o'zlariga kerakli narsalar, ichimlik bo'lsa ichimlik va o'zlari uchun shaxsiy xolodilnik va boshqa narsalar bo'ladi. Bu yerga ham yangi eshik qo'yilgan. Akamning ehtiyojlariga binoan. Hop, bo'lmasa o'tgan safargi aytgan joylarimizga kelsak. Hop, bo'yadi, uji gipsa kartonlari bitib, yaqinroq kelsanglar bo'ladi. Juda ham ajoyib, iliq, premium zonaga aylandi bu yer ham. Hozirda ozgina mas'ul bir 8-9 kunlik qilinadigan ishlar bor. O'shandan keyin ham yana ham uji kachествоsi yuqorilashib boraveradi. Mana tepalari ham ko'rishinglar mumkin. Bu yer oldin shunchaki tepadan hech narsa yo'qdir, buni ham qilishga ancha vaqt ketdi va bu tomonga eshikni yangi omadiga, o'tgan safargi eshikga, akamga yoqmagan eshikga bu yerga o'rnatib qo'ydim. Bu ham pulingizni tejaydi va vaqtingizni ham tejaydi deb o'ylayman. Bu yer bilasizlar, ishchilar dam olish xonasi bo'ladi. Yonida o'zining shaxsiy hojatxonasi bilan bu yerda
mana ko'rib turibsizlar, uskunalar qo'yiladigan joylar bo'ladi. Ariston, isitish tizimi, hamma narsa shu yerda bo'ladi. Va biz ishchilar uchun yana ham qulaylik beruvchi narsa o'yladik akam bilan, ya'ni biz komandamiz uchun qulay bo'ladigan narsa. Alohida divan kreslolar va shaxsiy xolodilnik ishchilari o'zi uchun. Ovqatlanganda ovqat ortib qolsa yo'q, bu narsa yeganda suv bub olib chiqqanda bekor uvol bo'lmasligi uchun ham keyin yana ham dizaynni qo'shish uchun, dizaynni ko'paytirish uchun o'ylangan narsa. Va alohida kuller ham bo'ladi. Kuller nimaligini bilmasanglar kommentariyaga yozib qo'yinglar, men o'zim javob beraman. Obunachim 16 ta bo'lsa ham. Endi sizlar uchun oxirgi manzara, juda ham ajoyib holatga kelgan studiyamiz, lekin hali bitmadi. Yana 5-6 ta fon bitirish qoldi xolos. Lekin shunday bo'lsa ham juda ham ajoyib bo'ldi. Sizlar kommentariyada 10 dan nechidirgacha ball berib ketinglar, studiya qanaqa bitayotgani orqali. Xo'p, bunda boshladik. Bu bize yangi bo'ladigan studiyamiz, juda ham ajoyib fonlar va har doimgidek toshli zona. Bu yerga 3D panel bilan premiumlik beruvchi narsa qo'shganmiz. Bu ham chang bo'lmasligi uchun ustada yopib qo'yishgan va kirish zonasidagi 3D panel juda ham ajoyib bo'lgan. Ustalarga ham kreativligi zo'r ekan. Mana bu yerga toshni yana ham chuqurroq, kattaroq ko'rinish uchun bu yerga temirdan vosita qilib ustini yopib, bu yerga ham bo'yab yangicha kreativlik qilishibdi. Bu yerda ham ustalar narsasi ko'p, shunga yurish ozgina noqulay bo'ladi. Va bu yerda birorta menimcha attachmentli fon bo'lsa kerak. Hop, bo'lmasa bu tomonga ham qarasak, bu tomonda ham fon bor. Tarovli fon, buni ham bo'yalganda juda ham ajoyib fon beradi va juda ham menimcha bu fon birorta studiyada yo'q bo'lsa kerak, meni fikrimcha, yana bilmadim, bo'lsa kommentariyada yozib qo'yasizlar. Va eshik tomonni ham bo'sh qoldirmadik. Ko'rib turibsizlar, bunaqa mayda-mayda toshchalardan qilingan. Eshikga ham orqasiga qilinganda o'sha bu yog'on bitta fon qo'yilib, joyi ham tejaydi, ham klientlar uchun yana ham ko'proq fon tayyorlashimizga yordam beradi. Va eng zo'r tomoni, eng akamga yoqqan qismlardan biri bu mehrobga o'xshagan bunaqa joy. Juda ham ajoyib iliqlik beradigan fon. Tagiga svetlar bilan, chiroqlar bilan yoritilganda menimcha unutilmas lahzaga olib keladi. Men bildim, tomonda gramofon qilishadi, adashmasam. Yana ham endi keyingi videoda studiya bitganda qo'yaman, shuning uchun hozircha shu narsalardan iborat bo'ldi. Xo'p, bu studiyani bitirishimizga qancha vaqt ketishini taxminan ayta olmayman, lekin studiya bitgandan keyin juda ham men o'zim obzor qilib, bu safar mobilografsiz o'zim obzor qilib, yana ham iliqlik beradigan narsalarni aytib, umuman polni studiya bitganini ko'rsatib beraman. Buning uchun 10-15 kun menimcha ketsa kerak. Xo'p, bo'lmasa shu bilan videoni oxiriga oxirini yakunlashimizga vaqt keldi va videoni oxirini men toshli zonada yakunlamoqchiman. Bitmagan toshli zonada. Hammaga xayr, keyingi videolarni aniq kuzatinglar, chunki bundan ham zo'r kontentlar chiqarishda davom etaman. Men professionallik tomonga intilyapman. Keyingi o'tgan safargi videoimni ko'rgan bo'lsanglar ham juda ham ajoyib montaj, After Effects'da qo'shilgan montajlar, professional kamerada. Men bitta narsa xato qildim o'tgan safargi videoda, bitta kamerada olingan videoni 5-6 marta ilovaga chiqarganim tufayli kastvil o'ta ham buzilib ketibdi. Shuning uchun uzr so'rayman. Bundan keyin kastvani premium qilib, zo'r qilib sizlarga videolarni shakarni qilib chiqarib beraman.
Bo'lmasa gapni ko'paytirmaymizda xayrlashamiz. Hammaga rahmat. Meni kuzatishda davom etinglar.